Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Sizlar bilan Kamina kurator. Bilet zaybal mana shu starsga o'zi depozit qilgan. Ko'ngil tortmay depozit qilaman-da. Chunki qaranglar, men bu yerda bu joy unaqa eski akkaunt emas. Yangi akkaunt desam bo'ladi. 16-oktyabrda ochilgan akkaunt. Xo'p. Bu yerda 3000 depozit qilganman va 90 million yechib olganman. Undan tashqari yana 70 million bor edi. Uni limit deb qo'ygan uchun ko'pchilik bilsa kerak bu temani. Limit deydi, короче. Keyin o'ynaysan, oqizaverasan. Xo'p, mayli dedim. Qo'ysin, foydada chiqdimi, mayli dedim. Undan keyin kuni kecha 10 ming depozit qildim bot orqali. Xo'sh. 1 milliard 67 million 819 ming 959 so'm 45 tiyinga ko'tardim. Keyin bu yerda bularning temasini qaranglar-da. O Telegramda ham aytib o'tdim-ku. 50 ming dollar, 100 ming dollargacha bemalol depozit qilsanglar bo'ladi. Lekin Vividga kelganda o'sha bir pachkadan ochdimi Vivid yoki depozit qilgan summa bilan qo'shib hisoblaydi. Короче, kunlik limit to'lgan va hokazo shunaqa deydi. Что yutqazib yuborish kerak odam. Xo'p. Keyin короче kecha 50 million yechdim, отказ berdi boshida. Binance'ga yechibman, kassa orqali yechishim kerak edi. Xo'p dedim. Undan keyin kassaga yechishga harakat qildim. Afsuski, u ham bo'lmadi. Yetmaganiga o'sha zaпрос dokument boshlandi. Xo'p. Mana hozir balansda 1 milliard 67 million. Xo'sh, pul qo'ysam bo'ladi mana. Pul qo'ysam bo'ladi, kazinoga kirsam bo'ladi. Bularning maqsadi shu oqizib yuborishimni kutyapti-da, короче, bular. O'shaning uchun maksimal podдержка sizlardan bu gandonlarni kunni ko'rsatish kerak hali. Bunaqa ko'tlik uchun. Men biladi, bular bilan hamkorlik qilaman. Bu yashiradigan joyi yo'q. Lekin shu hamkorni даже pulini chiqarib bermay, men shunaqa tarmoqchi bo'lyapti. Endi o'ylab ko'raveringlar o'zlaringiz. Oddiy odamlar o'ynasa, masalan, podpischilar o'ynasa, bular qanaqa ko'tliklar qiladi? Gapirganda bular katta gapiradi, va'dani berganda bular katta va'da beradi. Men любой kontorada hamkorlik bo'yicha nima masala bo'yicha yozsa ham, birinchi men so'rayman. Og'ayni Vividda любой summaga javob bera olasanmi? Vivid qilishda. Obunachilarga menga. Bo'ldi dedi, javob deydi, любой summa chiqarib beramiz. Yo'q, bu yoq va'dani zo'rini beradi. Lekin mana biladi ahvol. Ko'ramiz bolalar, nima bo'lar ekan. Agar pulimni yechib bersa, bu video chiqmaydi. Agar Nobodoga pul yechmasa, bu video